3 kuni Bobur akani fikrlarini bilib olamiz. Bobur aka, sizda qanday o'sish bo'lyapti? To'g'risi bugun 3-kun, natijalari zo'r. Tez o'rganyapmiz. Xudo 20 ta 20 turib chiqamiz. Rahmat. Javohir, sizning fikrlaringiz qanaqa kursimiz haqida? Tez zo'r, kelganda yetolmaydi вообще. Mana bu endi natijalar zo'r. Xudo xolasa oqlaymiz. Borib 20 ta 20 turamiz. Xudo xolasa borib. Rahmat. Assalomu alaykum Azimjon. Sizning kursimiz haqida fikrlaringiz qanaqa? Kursimiz yaxshi, zo'r. 20 tadan 20 ta o'qiyapmiz. Rahmat. Assalomu alaykum Madina opa. Sizning kursimiz haqida fikrlaringiz? Assalomu alaykum. Kurs zo'r. Domlalar yaxshi o'tyapti darsda. Xudo xolasa o'tib kelamiz. Rahmat.